Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Amaliyotlarimiz davom etyapti. Bu bemorimizda jigarda ikkita katta hajmda hosila bor. Shu hosilaning hozir laparoskopik usulda qorin bo'shig'i kesmasdan, qorin oldi devorining butunligini buzmasdan shu amaliyotni bajaramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita katta hajmda kista mana bu suratda ham, bunisida ham, bunisida ham. Hozir shu amaliyotni bajaramiz. Laparoskopik usulda shu kistalarni olib tashlaymiz. Bizdan uzoqlashib ketmang, bizni kuzatishda davom eting.